Assalomu alaykum. Humoyin Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, musofirda yurgan aka-ukalar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa mana o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Navbatdagi o'ziga xos juda ham bir chiroyli holatda chiqqan darvozamizni o'z joyiga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Bu darvozamizni Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumaniga olib kelib o'rnashtirib berdik. Akalarimiz o'zlari bizni YouTube'da kanalimizni kuzatishib, o'zlariga yoqqan darvozani, albatta darvozalar katalogimizdan tanlashib, zakaz qilishganda o'zimiz kelib o'lchab ketib, joylariga chiroyli qilib mana ustanovkasini qilib berdik. Darvozamiz aziz yurtdoshlar 2 lik listda yasalgan. Hozirgi kunda juda ham ko'p darvoza bo'yicha murojaat qilyapti turgan yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan juda ham chiroyli dizayndagi darvozamizni o'rnashtirdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring bu o'rnatgan darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamiz qanaqangi materiallarda yasaldi, qanaqangi kraskalar sepdik. Chiroyli qilib darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga, yurtdoshlarimizga foydali, kerakli bo'ladigan to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Darvozamiz aziz yurtdoshlar razmeri eniga 4.8, bo'yiga 3.90 razmerda bo'ldi. Darvozamiz 2 lik listda yasalgan rushnoy rabota bir qavatlik darvozamiz. Asosiy stoyka qismi mana 8 ga 8 lik profilda bo'lgan, 2 lik stenali profilda va qovurg'a profillari aziz yurtdoshlar, 6 ga 4 lik, 7 lik stenali qalin qora profillardan foydalanganmiz. Darvozamiz o'ta ham bir ideal holatda, chiroyli holatda o'rnadi va bo'yi balandligini hisobiga tepasiga 50 sm adnalichkaviy promoga qismi bo'lgan aziz yurtdoshlar va darvozamiz 50 ligini hisobiga mana 90 sm отдельный kalitkalarni qilib berilgan. Darvozamiz juda ham chiroyli holatda chiqqan. Va mana rezinkalarigacha qo'yib, chiroyli qilib, o'ta ham bir sifatli qilib ishlab berganmiz. Albatta aziz yurtdoshlar, shunaqangi sifatli temir darvozalar qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimiz videolarimizni kuzatib turgan bo'lsalaring, bemalol ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonning qayeridan zakaz qilinsa, xudo xohlasa kelishtirilgan holda olib borib dostavka ustanovkalari ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beraveramiz. Hozirgi kunda bu darvozalarimiz aynan mana shu fasondagi darvozamiz aziz yurtdoshlar 1 kvadrat metri dostavka ustanovkasi ichida 750 ming so'mdan 950 ming so'mgacha kelishilgan holda materialini qalin yuqasiga qarab tayyorlab berilyapti. Va aynan mana shu darvozamiz 850 ming so'mdan 1 kvadrat metr yasab berildi. Общий summasi mana shu darvozamiz shu 13 millionga to'g'ri kelyapti. Aziz yurtdoshlar, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, oshna-og'ayni do'stlarga videolarimiz kengroq tarqalishi uchun podeliza qilib qo'yishni unutmaysizlar. Va mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib, kommentariyada o'zlaringni qiziqtirgan bir savollarni yozib qoldirishlaring mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.